Dal hozirgidek qar yoqqan sovuq kunlarda yeyishga alomat mos keladigan ham quvvatli ham nayt yeyishlik bo'lgan Funtangning oiladagi eng oddiy qilish usulini keldim. Qilish usulimi nayt qulaylik bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqur o'rganalaysiz, ham sugunish boshlar ketdi. Avval ko'proq miqdorda tayyorlab olgan go'shtning cho'ng kichikligini men mushalasi to'g'ri olib, muvofiq miqdorda lampong va palakni bo'lsa suratdagidek to'g'ri olamiz. Keladigan saylardan savza, loboni bo'lsa suratdagidek to'g'raymiz. Yana muvofiq miqdorda oldin sug'uchilib olgan mo'rinta yaqib bo'lgandan keyin sho'xlar, zanjivil, so'ng piyoz, yumg'oq sut va ko'proq miqdorda pintozni sug'uchilab tayyor qilamiz. Qo'rishni boshlab ketamiz. Qozonga Al-Nurining Ispaniyadan import qilib 100% saf holatda ishlab chiqargan zaytun mayda muvofiq miqdorda qo'yib, may normal qizigan go'shtni silib, bir necha aralashtirib o'tgandan keyin bir qo'shq atrofini tuz silib, yana davomli birdam qo'rvalib, oldin to'g'rab tayyor qilib olgan zanjivil, so'ng piyoz, samsaqlarni silib, birdam qo'rsak bir xil mizlik hidi chiqadi. Ondan sho'xlar, lobo, savzlarni silib, uzoqroq qo'rib, sho'xli to'liq ergandan keyin oilada o'zimiz chanvagan lazjangni bir qo'shq silib, davomli qo'rib, lazjangning rangi to'liq chiqqandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv quymiz. Araliqda ko'rib mishash kelsa, ruh tuqqanlar qo'llash ustidan igranni qo'shchi kishi orqali yurakdan birini bagash ko'rsanglar, qo'llinglarga rahmat. Tuvoqni yepib, qaynaganda ko'piklarni suzitib, yana 20 minut atrofida qaynatib go'shtini pishirib olamiz. Ondan qarmor, pintoza va muvofiq miqdorda tuz, yarim qo'shqdan azroq aqmoch, to'g'rab olgan lampong, samsaq, palak va Al-Nurining sap ochiqdan ishlangan gullik markasidagi ochiq sutini oz miqdorda qo'yib etib, suratdagidek ost ustini to'liq aralashtirib taqsimlab iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Qilish usuli shunchalik oddiy, lekin ta'mi nihoyat esil chiqadi. Do'stlar, cho'qim bir oila qilib boqinglar. Oxirida Al-Nurining arqash maslahatlari lozimlar men ayrim uchur qilsanglar bo'ladi. Amiz qo'llash ustidan yurakdan birini besib, piyonlar ayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, kelar sani ko'rishar xayr xo'sh.